Art Engineering 2026 san'at va muhandislik orqali ekologik muammolarga yechim izlanmoqda. Toshkent Kimyo xalqaro universitetida ayni mavzuga bag'ishlangan ko'rgazmaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Joriy yilgi ko'rgazma global ekologik muammolarga bag'ishlanib, zamonaviy insoniyat oldida turgan dolzarb masalalarni badiiy va texnologik yondashuv orqali aks ettirdi. 2 yil oldin biz Art Engineering bo'yicha birinchi o'zimiz ko'rgazmamizni amalga oshirgandik. Bunisi ikkinchisi Art Engineering 2026 ekologiya mavzusida. Ko'rgazmamizda ham texnik, ham san'at ishlanmalari o'rin olgan. Tabiat bilan inson o'rtasidagi munosabatlarni yoki Orolbo'yi munosabatlarini, undan tashqari muqobil energiya turlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu ko'rgazmaning asosiy maqsadi muhandislikka bo'lgan qiziqishni san'at bilan uyg'unlikda oshirib berish. Ekologiya bo'yicha barcha dolzarb masalalar va muammolarni ko'rsatib va ularga o'zimizni muhandislik yechimlarimizni taklif qilganmiz. Mazkur loyiha O'zbekiston universitetlari orasida yagona bo'lib, muhandislik va san'at uyg'unligida yaratilgan innovatsion ishlanmalarni bir maydonga jamladi. Ushbu loyihamiz tuganma shahar deb nomlangan bo'lib, bu kelajak shahri ortiqcha urbanizatsiya va resurslar tanqisligi va aholi zichligini yoritib bergan. Kelajakda qanday ahvoli keladi shaharlar? Oldindan prognoz qilib, mana shu kelajak shahar loyihasini qilganmiz. Ushbu ahvolga kelib qolmasligimiz uchun avvalambor ekologiyamizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. E'tiborlisi, ko'rgazmadagi har bir eksponatda maxsus QR kodlar mavjud bo'lib, bu orqali loyiha haqida o'zbek, rus, ingliz va koreys tillarida ma'lumot olish mumkin. Mana masalan, ushbu obraz qayta tiklanadigan daraxt deb nomlanadi. Bu loyiha qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali barqaror kelajak qurish g'oyasini ilgari surmoqda. Ekspozitsiya namoyishida ishtirok etgan xorijlik mehmonlar ham talabalarning ijod namunalarini alohida e'tirof etdi. Bu juda qiziqarli loyiha. Men ko'rgazmada ishtirok etayotganimdan, har bir eksponat haqida batafsil ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lganimdan juda xursandman. Ko'rgazma orqali yaxshi hamkorlik namunasini ko'rish mumkin. San'at va muhandislik o'rtasidagi go'zal uyg'unlik har bir loyihada o'ziga xos tarzda aks etgan. To'g'risi, talabalarning bu ijod namunalari meni juda hayratlantirdi. Ko'rgazmadagi har bir eksponatni ko'zdan kechirar ekansiz, ijodkorlarning mahoratiga chindan qoyil qolasiz. Loyihalar orqali nafaqat estetik zavq olasiz, balki tabiatni asrash har birimizning har kungi burchimiz ekanligini his qilasiz. Albatta, bu loyihalarning zamirida barcha sharoitlar mujassamlashgan ijodkorona muhit, doimiy mehnat, asosiysi ta'limga bo'lgan yuksak e'tibor turibdi. Universitet mana shunday san'at asarlarini yarata oladigan iqtidorlarni, ilmli talabalarni yechirib chiqayotganidan juda quvondim to'g'risi. Ko'rgazmani tomosha qilishni esa barchaga tavsiya qilaman. Ma'lumot o'rnida ko'rgazma namoyishi 25 aprelga qadar davom etadi. Yakunda so'rovnoma asosida eng yaxshi loyiha nominatsiyasi g'olibi aniqlanishi rejalashtirilgan.